Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bundan 2 soatdan oshiqroq vaqtda 3 soatmikan bo'ldi. Shu gerangullarimizni sizlar bilan yoshartiramiz deb kesgan edim, ko'rsatgan edim. Endi shu mana hozir kesib qo'ygan novdalarimi mana qalamchalari mana ancha qatib qoldi, mana kesilgan joylari. Mana ko'rinayotgan bo'lsa sizlarga. Shularni endi ekib chiqamiz. Mana qatib qoldi. Endi chirish ehtimoli 70-80% ga yo'qoldi desak ham bo'ladi. Mana endi bularni joylashtiramiz. Har bittasiga 3 ta tomoniga joylashtirib qo'yamiz mana. Shu bilan Xudo xohlasa 3-4 kundan keyin qalamchamiz o'ziga kelib qolsa, tutib qo'ygandan keyin kutamiz. Mana bittasi mana qolganlarini joylashtirib oldim. O'zini kesgan tuvaklarni o'ziga joylashtirdim. Ko'paytirdim. Nima yangi tuvakka qilsak ham bo'lar edi. Lekin qishda holatda o'yladim. Qishki holatda bu gullarni olib kirib joylashtirib olish ham oson emas. Bundan tashqari boshqa gullarim ham bor. Mana keyingisini ham 3 ta tomoniga joylashtirsak bo'ladi. Mana keyingisini bu yoqqa mana. Shu bilan tuvayda gullarimiz ko'rkam bo'lib kattaroq bo'ladi. Mana bu keyingisiga ham mana. Mana suqib qo'ysak 2-3 sm tuproqqa joylashib kirib qolsa bo'ladi. Mana kirgizib joylashtirib turib qisib qo'yamiz mana. Mana yana bitta joylashtirsak ham bo'lar ekan bunga. Mana qolganlari ham yana bitta tuvakka bo'lib qoladi. Mana shuni ham bittasiga joylashtirsak yaxshi bo'ladi. Yana bitta qo'ysam mashiriga tomir chiqarib qolsa bo'ldi. Bahorda qishi bilan yaxshi turib gullaydigan vaqtda kech kuzga borib bular gullaydi. Qishda yaxshi chiqqandan keyin yana ko'paytirib tuvaklarga qo'yib ekib olsam bo'ladi. Mana yana qolgani alohida bitta tuvakka joylashtirib qo'yaman bularni endi. Endi shu bo'yicha mana turib turadi bu gulim. 3 kundan keyin ildizni o'stiruvchi stimulyatorim bor, dorim bor, ildizni o'stiruvchi. Shuni suvga tayyorlab quyib qo'yaman. Hozir 3 kungacha quymay turaman. Nimagaki tuprog'im o'zi namroq. Bitta tuvagimda, lekin 2 ta tuvayda mana nimasi tuprog'i quruqroq ekan. Quymadim. Buni sekin hali kechroq kechki salqinda pulsatorda ozgina tuprog'ini namlab qo'yaman xolos. Qolgan tuvaylarimda hammasi tuprog'i nam ekan. Shu bo'yicha turib turadi. 3 kungacha suv quymayman. 3 kundan keyin oz-ozdan to'g'ridan to'g'ri quruq holatida quyadigan dorim bor. Ildizlarni rivojlantirishga. Shuni qo'yaman keyin. Shu bilan Xudo xohlasa quyoshga qo'ymayman buni. Salqin kechgacha quyosh tushmaydigan joyda saqlab turaman. 10 kun, 15 kun uzog'i bilan bir haftadan ko'proq
keyin qo'yadigan joylarimga qo'yaman. Ungacha ehtiyotlab turamiz bu gullarda. Bo'pti, rahmat, sog' bo'linglar. Like bosinglar, obuna bo'linglar kanalimiz rivoji uchun. Rahmat e'tiboringlar uchun.